hurmatli No'g'at xorijiy motor kanali topshiradi. Bugungi kunga 3-aprel 2023-yili biz No'g'atdagi iftor bozoridan keldik. Iftor bozoridan sizlarga ma'lumot olamiz. Bizdan olsanglar like bosib, kommentar yozib qo'yinglar. Hurmatli ketganlar. Kumuzlar qanchadan ekan aka? 100 so'mdan. 100 so'm qaytdiki? Qaraljon kumuzlar bor ekan. Hurmatli tuğanlar kelib yutalik olib kelsangiz bo'ladi ekan. Qaraljon garantiyasi bor 100%. Assalomu alaykum. Balıklar qancha ekan? 800 so'mdan. 800 so'mdan. Mana balıklar bor ekan. İptalgach qaramizlar, hurmatli tuğanlar olib kelsangiz bo'ladi ekan. No'g'at xorijiy o'tayotgan omad topshirlar. Go'shtlar qancha ekan go'shtlar? Eglar çok ekan. 600 so'm ekan go'shtlar qaramizlar. Mana achi piyaz noni 90 so'm ekan, ha? Chuchuklar, ha? Kamichi? Kam yo'q. No'g'at xorijiy motor kanalidan kelib desangiz kichik kamaytirib ekan. Qaramizlar, hurmatli chuchuklar. Salatlar qancha ekan? Salatlar 150 so'mdan. Salatlar 150 so'mdan. 150 so'mdan. Mollarcha? Qo'ydi. Qanchadan shu? 1000 so'm. Kamichi aka? Kamichi yo'q bu. Qaramizlar, Kapchonni bor ekan. 1000 so'm ekan. Qaramizlar. Motorni qolajasi bor ekan. Şükürlerden al, şükürlerden yazdım. Shukr qancha shukr? 350 so'mdan beraman. Hurmatli tuğanlar mana samsa bor ekan 50 so'mdan. Qarangizlar. Yechit. Yetadi. Da o'sh samsasi ne tomchi o'sha. No'g'atda yo'q, bu qapoq, isaqitlarning samsasi. Saktar samsasi. 50 so'mdan, ha? Ova 50 so'mdan. Zakaz kengir. Zakaz bo'lsa olaverasiz. Kengir. Mobil aytib qo'ying. 558 meni. 0558 bilan 87 87 85 85 00. 00 oltimiz kim? Mustafa degan topshiriq kelsangiz bo'ladi. Mana iftor bozorida sotib o'tayotgan 50 so'mdan. No'g'at xorijiy motor kanalidan kelib desangizlar, sal arzonroq ham qilib beradi. Mana tandiri bor ekan, qarangizlar, hurmatli tuğanlar 50 so'mdan samsa. İftorga jo'x ekan. Moyta sharbatlar bor ekan. Qanchadan sharbati? 50 so'mdan. 50 so'mdan sharbat, maşallah. 4 kilo. 4 kilo. Qayerdiki? Qirg'izistonniki. Qirg'izistonniki No'g'at, ha? Ova. Maşallah. Pomidor qancha ekan? Kendi dağıttık, andays. Tuzukdosh. Pomidor qancha? Buna pomidorlar 250 so'm berib o'tamiz. Tikmay pomidorlar. Buna pomidorlar 270 so'm berib o'tamiz. O'zbekiston pomidorlari. Hozircha? Orzu bodrolar 160 berib o'tamiz. Bularni 150 so'm. 150 so'm, ha? Monachi rediska. 40 so'mda berib o'tamiz. Ha, maşallah. Jo'xshalab suvdan berasiz. Necha salat qancha ekan? 400 so'mdan 200 so'mdan gidalar. Maşallah, jo'x ekan. Kechikdan. O'pka qancha o'pka? 400 so'mdan. Qoladi-chi? Ular 250 dan. 250 kam bor, ha? 250 dan. Ya, jo'x maşallah. Bor narsalarimiz. İptar bor, ha, kelinglar, iptar bor. Hurmatli tuğanlar. Banan bor ekan, mo'ljerdach. Pomidori bor ekan. Demak, o'zi juda so'z ko'p ekan, hurmatli tuğanlar. No'g'at iftor bozoridan kelib, iftorlik qilib kelsangiz bo'ladi, hurmatli tuğanlar. Qaranglar, mo'ljerda bor ekan. Ko'raylik. O'pka qancha ekan o'pka? O'pka 400 so'm, ne? Tomchi samsa bor ekan, mo'ljer 50 so'm, zakaz so'mdan bo'ladi ekan, iftorga qaranglar. Hurmatli tuğanlar javob o'tadi. Tomchi samsa javob o'tadi, mo'l samsa bor ekan 50 so'mdan. Qaranglar. Hurmatli tuğanlar. Mana qaranglar, hurmatli tuğanlar. O'pka qancha o'pka? O'pka. Oladish bor ekan, o'pka bor ekan, bu yerda aytib qo'ya qo'ydim. Qaranglar. Cho'mni ekan. Jo'x ekan. Kamichi? 150 ikkita qilib beramiz. 150 ikkita, maşallah, jo'x ekan, qaranglar. 150 so'm ikkita qo'yayotgan. No'g'at xorijiy motor kanalidan kelib desangizlar, ikkita qo'yayotgan. Qanchadan ekan? 100 gram 600 so'm. 100 gram 600 so'm. Nima karachka, ha? Mollarchi? Tavuk. Домашний tavuk. Qanchadan bular? Naстоящий tavuk go'shti. Qanchadan? Kilosi? Kilo 800 so'm. Suvaygi. Shu yo'q, ha? Mollardan shunda, ha? Buniki 600 so'm kilo. 600 so'm. Mola baliqcha? 200 so'm. 300 so'mdan qaranglar, hurmatli tuğanlar. Yo, suv qanchadan ekan buloqi? Nima? Nima? Yo'lbars klubniga kivi, bir blok. Hurmatli tuğanlar, shunday No'g'at xorijiy motor kanali sizlar bilan qo'shilishadi. Doimo tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Mana shu yerda davat kelib qolib ko'ramiz. Qanchadan? Qopadami? 6 ta, 7 ta mana. Qanchadan bu? Ha? 100 so'm, 100 so'm. 100 so'm. Yaxshi.
Hurmatli No'xat qo'yuvchi kanal qatorchilari, shunday sizlarga anava vaqtingiz oyoqlari, sog'-salomat bo'linglar, omon bo'linglar. No'xat itlar bozoridan sizlarga boringlar va javomingiz salomat bo'linglar. Qolinglar. Assalomu alaykum. Rahmatullohi va barakatuh. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar.